Assalomu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz tik bo'lonli uch bo'lonlarni ko'rib chiqdik. Unda bo'lsa bu soatlik darsimizda biz tang yonliq va tang tarafli uch bo'lonlarga bir qarab boqaylik. Bir uch bo'lonningki 3 tal tarafi bor. Shundami? Unda bo'lsa bu 3 tarafningki xohlagan ikki taraf o'zaro bir-biriga tang bo'lsa, bu 3 bo'lonni biz tang yonliq uch bo'lon deb ataymiz. Agar bu 3 bo'londagi 3 tal taraf uchalasi bir-biriga tang bo'lib qolsa, bu 3 bo'lonni biz tang tarafli uch bo'lon deb ataymiz. Unda bo'lsa biz oldi bilan tang yonliq uch bo'lon bilan tafsiliy bir tunishib qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tang yonliq uch bo'lon berib turishunami, yana AB bilan AC bu ikki yon taraf birisi-birisiga tang. Unda bo'lsa, albatta tegidagi ikki tal bo'lon qanday bo'ldi? Birisi-birisiga tang bo'ldi. Shundami? Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerda AD deb bir alayda siziq bor. Unda bo'lsa, biz oldi bilan bu bo'longa qaraylik, ya'ni bu bo'lon. Shundami? Bu ikki yon taraf birisi-birisiga tang bo'lgan bu ikki yon taraf qo'rishib turgan, ya'ni hosil qilgan bir bo'lon. Shundami? Bu yerdagi AD degan bu siziq amaliyotda nima bo'ldi? Bu bo'lonniki bo'lon o'ttirisi. Ya'ni bu bo'longa tang degan gap. Unda bo'lsa, bir tang yonliq uch bo'londa shundami? Birisi-birisiga tang bo'lgan ikki yon taraf hosil qilgan bo'lonning bo'lon o'ttirisi qanday bo'lgan? Pastga, ya'ni qarash tarafga tik 90 gradus tushadi ekan. 90 gradus tushib qolmay bu qarash tarafni birisi-birisiga tang bo'lgan ikki parchaga parchalab o'tadi ekan, shundami? Tang yonliq uch bo'lonniki bu alaydaliklarga asosan biz bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tang yonliq uch bo'lon bor ekan, shundami? Ya'ni bu uzunlik bilan bu uzunlik tang degan gap. Unda bo'lsa men albatta birinchi qadamda qanday qilib olaman? A'dan o'tkazib pastga bir egizlik tushiraman. Shundami? 90 gradus mana egizlik. Unda bo'lsa men bu nuqtani masalan E deb olsam, mening tushagan bu egizlikim amaliyotda qanday bo'ldi? Bu bo'lonniki bir bo'lon o'ttirisi, shundami? Bu bo'lon o'ttirisi yana qanday qildi? Bu qarash tarafga tik 90 gradus tushib qolmay, bu qarash tarafni birisi-birisiga tang bo'lgan ikki parchaga bo'lib o'tadi. Ya'ni bu yerdagi CE ning uzunligi 6 degan gap. Bo'lonni uch bo'lon bu yer 90 gradus, bu yer 10, bu yer 6 bo'lsa, bu yerdagi, ya'ni egizlik necha bo'ldi? 8 bo'ldi. Shundami? Masalan, biz navbatda ABE degan bu tik bo'lonli uch bo'longa qaraydigan bo'lsak, shundami? Bu bo'lon 30 gradus debdi. Tik bo'lonli uch bo'londa 30 graduslik bo'lonning qarash tarafi yon tarafning yarmiga teng. Unda bo'lsa, x degan 8 ni 2 ga ko'paysam necha? 16 degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ACD deb bir tik bo'lonli uch bo'lon bor ekan, shundami? Bu bo'lon 90 gradus, anoniki bu yer 25, bu yer 7, bu uzunlik bilan bu uzunlik teng. Unda bo'lsa, x ni tepang debdi. Qaraydigan bo'lsak, bu nuqtadan chiqqan bir siziq, shundami? Bu yerga tik 90 gradus tushib qolmay, bu qarash tarafni qanday qilib o'tibdi? Birisi-birisiga tang bo'lgan ikki parcha qilib o'tibdi. Unda bo'lsa, albatta men birinchi yo'lab qanday qilaman? BD degan bu ikki nuqtani tutashtiramiz. Shundami? Shunda tutashtirgan vaqtimda qaraydigan bo'lsak, bu uch bo'longa bir tafsiliy qarab boqaylik. Bu bo'londan chiqqan bir siziq bu yerga 90 gradus tushib qolmay, bu qarash tarafni birisi-birisiga tang bo'lgan ikki parcha qilib bo'lib o'tgan bo'lsa, unda bo'lsa, bu albatta qanday bo'ldi? Bu tang yonliq uch bo'lonniki bir alaydalikka, shundami? Ya'ni bu siziq bu bo'lonning nimasi? Bo'lon o'ttirisi. Bu bo'lon bilan bu bo'lon tang degan gap. Unda bo'lsa, bu uch bo'lon amaliyotda bir tang yonliq uch bo'lon bo'ldi. Shundami? Ya'ni bu taraf bilan bu taraf birisi-birisiga tang. Unda bo'lsa, BD ning uzunligi 25 degan gap. Navbatda ostidagi bu tik bo'lonli uch bo'lon qaraydigan bo'lsak, shundami? 7 ning kvadrati qo'shilgan x ning kvadrati tang necha? 25 ning kvadratiga tang bo'ldi. Unda bo'lsa, albatta x tang 24. Biz buni oldingi soat darsimizda pek ko'p ko'rib ketdik, shundami? Keyingi mazmunimiz qarab boqaylik. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima debdi? Bir uch bo'lon bor ekan, shundami? AB ning uzunligi AC ga tang debdi. Unda bo'lsa, bu bir tang yonliq uch bo'lon degan gap. EF bilan, qani EF bilan bu parallel. Ya'ni bu yerdagi bu ikki siziq, shundami? Parallel ekan. Anan degan yana nima debdi bizga? DE bilan AC parallel, shundami? Ya'ni buning bilan bu ikkisi parallel ekan. Men buni işte bir sizib olay. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu to'rt taraflik ADEF qanday bo'ldi? Parallel to'rt taraflik. Parallel to'rt taraflikning alayligini yana bir ta'kidlab o'tay. Bu qarshidagi ikki taraf shunami o'zaro parallel uzunligimi tang bo'ldi. Unda bo'lsa, yana qarab boqadigan bo'lsak, bu bir tang yonliq uch bo'lon, shunami? AB ning uzunligi bilan AC ning uzunligi birisi-birisiga tang. Unda bo'lsa, tegidagi bu ikki bo'lon qanday bo'ldi? Bu ikkisini birisi-birisiga tang degan gap. Men buni alfa deb olsam, bu mu bir alfa, shundami? Unda bo'lsa, bu siziq bilan bu siziq o'zaro parallel bo'lgan keyin bu bo'lon alfa bo'lsa, bu bo'lonmi qanday bo'ldi? Alfa bo'ldi. Bu kichik uch bo'lon qarab boqaylik. Bu tegidagi ikki bo'lon o'zaro tang bo'lgan keyin, shundami? Unda bo'lsa, bu yon bilan bu yonmi qanday bo'ldi? O'zaro tang degan gap. Ya'ni CF ning uzunligimi y. Unda bo'lsa, bu kichik uch bo'lonmi bir tang yonliq uch bo'lon. O'xshash shaklda bu siziq bilan bu siziq parallel bo'lg'achqa, shundami? Bu bo'lonmi qanday bo'ldi? Alfa bo'ldi. Bu kichik uch bo'longa qaraydigan bo'lsak, shundami? Unda bo'lsa, bu ya alfa, bu ya alfa bo'lg'achqa,
bu uzunluk bilen şunama bu yan bilen bu yan qanday bo'ldi? Birisi-birisiga teng degan gap. Bu ya x bo'lsa, bu ya mu x. Şunama. Onda olsa bu mu bir teng yanlıq uç bulun. Biz bu ayetini dep ötdük. Bir paralel tört taraflıkta şunama karşı taraftaki yani karşı iki taraf qanday bo'ldi? Özara paralel uzunluğumu birisi-birisiga teng dedik. Onda olsa bu ya x bo'lsa, bu ya x, bu ya y bo'lsa, bu ya y degan gap. Yani bu yerda bu teng yanlıq uç bulun qaraydigan bo'lsak, bu yan nimaga teng bo'ldi? X qo'shilgan y shunama. Bu yan nimaga teng bo'ldi? Yana x qo'shilgan y. Yani a, b, a, c o'zaro birisi-birisiga teng. Bular nimaga teng bo'ldi? X qo'shilgan y ga teng bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa, bu alaylik asosan bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Nima debdi bu yerda? A, D, E, F paralel kenar shunami? Paralel to'rt taraflik. Unda bo'lsa, bu uzunluq bilan bu uzunluq albatta birisi-birisiga teng. Yana nima debdi? A, B, A, C birisi-birisiga teng shunami? Bu bir teng yanlıq uch bulun. Unda bo'lsa, bu bulun bilan bu bulun teng. Unda bo'lsa, masalan, paralel kenar bo'lgandan keyin shunami? Bu paralel to'rt taraflik bo'lgandan keyin bu yer bilan bu yer o'zaro paralel, o'zaro teng bo'ldi. Unda bo'lsa, bu ikki siziq paralel bo'lgan keyin bu bulun alfa bo'lsa, bu alfa shunami? Biz bu ayetning ustida tafsiliy so'zlab bo'ldik. Unda bo'lsa, yana nima degan gap? Bu uzunluq 4 bo'lsa, bu yermi 4, bu yer 2 bo'lsa, bu yermi 2 shunami? Unda bo'lsa, bu bir paralel to'rt taraflik. Unda bo'lsa, qarshi taraf, ya'ni bu yer 2 bo'lsa, bu yermi 2, bu yer 4 bo'lsa, bu yermi necha? 4 degan gap. Nima debdi? Çevre şunama AFED. Qani AFED. Yani bu paralel to'rt taraflikniki aylanma uzunluğu. Nimaga teng? Bu 4 qo'shilgan 2 şunama qo'shilgan bu 4 qo'shilgan 2. Javobdan necha? 12 degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik. Nima debdi bu yerda? BA bilan BC teng shunama. Bu bir teng yanlıq uch bulun. Andan keyin EF bilan BC paralel. Qani EF bilan BC paralel. FK bilan AB paralel. Yani nima degan gap? Bu 4 ni paralel deb bergan gap amaliyotda bu to'rt taraflik BEFK paralel to'rt taraflik degan gap. Unda bo'lsa bu ya 4 bo'lsa, bu ya 4 shunama. Yana nima degan gap? Tegidagi bu 3 bulun. Bu yan bilan bu yan birisi-birisiga teng yanlıq uch bulun. Unda bo'lsa bu ya 3 bo'lsa, bu ya 3 shunama. Bu mu bir teng yanlıq uch bulun chiqadi? Biz bu ayetni tafsiliy so'zlab bo'ldik. Unda bo'lsa bu ya 4 bo'lsa, bu ya 4 shunama. Bu ya 3 bo'lsa, paralel to'rt taraflik bo'lg'achqa bu ya 3 bo'ldi. Unda bo'lsa bu 3 bulunninki nimasini aylanma uzunluğunu toplang debdi. 3 qo'shilgan 4 shunama 7. Bu tarafcha 4 qo'shilgan 3 7 shunama. Unda bo'lsa bu tarafni AC ning uzunluğu 8. Javobdan necha? 22 degan gap. Mana aylanma uzunluğu. Keyingi mazmunimiz qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bulun bor ekan, shunami? ABC nima debdi? AB ning uzunluğu AC ga teng. AB ning uzunluğu AC ga teng. Unda bo'lsa, bu bir teng yanlıq 3 bulun. Shunami? Nima debdi yana? H1 qo'shilgan H2 teng HB HC debdi. Nima degan gap? Qaraydigan bo'lsak, bu BC degan bu tarafning ustidan D deb bir nuqta tepibdi, shunami? Andan keyin D dan bu yan tarafga va bu yan tarafga, ya'ni birisi-birisiga teng bo'lgan ikki yan tarafga ikki tal egizlik tushiribdi bular. Shunami? Andan keyin bu yerdagi H1 ga H2 ni qo'shib versam, ya'ni bu yerdagi HB degan bu egizlik B noktadan chiqqan bu qarshi tarafga tushgan bir egizlik. Unda HC degancha albatta C noktadan chiqqan bu tarafga tushgan bir egizlik shunami? Men buni sizib o'tay boshda. Mushtaq qilib mana egizlikni sizib o'tdim. Bu nima bo'ldi? HC bo'ldi. Shunami? Ya'ni bu ikki tal egizlikni qo'shqunim HB HC ga teng bo'ldi ekan. Unda bo'lsa biz buning isbotini bir chiqarib boqaylik. Men oldi bilan bu yerga ikki tal 3 bulunsiz olay, shunami? Qanday qilmay birinchi bo'lib tik bulunli 3 bulunsizmi? Bu yani 90 gradus deb faraz qilaylik. Masalan, bu bir tik bulunli 3 bulun. Unda bo'lsa A, B, C deb olay. Bu yer 90 gradus. AC ning uzunluğunu masalan B dey, bu uzunluğunu masalan C deb olay. Unda bo'lsa yana bir 3 bulunsiz ay oldi bilan mushta bir tal 3 bulunsiz demiş shunami? Xohlagancha. Andan keyin bu normal bir 3 bulun bo'lsin, masalan, ashta faraz qilaylik. Bu ne? Masalan A, B, C deb olaylik. Bu uzunluqni men A bilan ifodalay. Unda bo'lsa bizga bir 3 bulunninki yüzünü hesaplang desa, agar bu tik bulunli 3 bulun bo'lib qolsa, bu yerda masalan ikki tal tik tarafni o'zaro ko'paytib, B ga C ni ko'paytib, buningga 2 dan 1 ni ko'paytganga teng. Ya'ni bu 3 bulunninki yüzünü toplang desa shundami? Unda bo'lsa masalan bu 3 bulunning yüzünü toplang desa qanday topamiz? A noktadan shunami? Bu yerdan pastga bir egizlik tusharsam, mushta bir egizlik tushagan vaqtimda bu egizlikni h bilan ifodalasam, uzunluğu h bo'lsa, ya'ni asosiga egizlikni ko'paytib, asosi, ya'ni bu tigiga
egizlik h'ni ko'paytib, buni 2 dan 1 ga ko'paytganga teng. Shundami? Unda bo'lsa, masalan, 2 xil 3 bo'lon bo'lsa, masalan, yuzini bu xil shaklda hisoblayotganmiz. 2 dan 1 ga ko'paytimiz degan gap amaliyotda 2 ga bo'lib o'timiz degan bilan o'xshash. Unda bo'lsa, biz bu savolga bir qarab boqaylik. Men A dan o'tkazib, shundami? Yana bu yerdagi A, D ikkisini bir tutashtirib olay. Mana tutashtirsam, men A, B, C degan bu 3 bo'lonni A, B, D, A, C, D deb 2 parcha qilib etdim, shundami? Növbətdə mən bu A, B-nin uzunluğunu qanda A deb ifadələsəm, bu bir tən yanlıq 3 bo'lon bo'lğaçqa, bu A, C-nin uzunluğu qanda bo'ldi? A bo'ladi. Shundami? Unda bo'lsa təfsili bir qarab baxaylik. Bu yerdagi A, B, D-ninki yüzünü qanda hisoblaymiz? A ko'paytirilgan egizlik H, shundami? H1 ko'paytirilgan 2 dan 1. Bunun qo'shitimiz o'ng tarafdagi bu 3 bo'lonninki yüzünü. Unda olsa yana tegidagi asosi A ko'paytirilgan egizligi H2 shunami ko'paytirilgan 2 dan 1 tengdan bo'ldi. Bu sol tarafdagi bu 2 tal 3 bo'lonning yuzini qo'shib etsam, cho'ng 3 bo'lon ABC'ning yuziga teng bo'ldi shunami. ABC'ning yuzini hisoblash uchun asosi A ga egizligini HB'ni ko'paytsam, shunami, uni yana 2 dan 1 ga ko'paytsam teng bo'ldi. Bu 2 tal ifodadan shunami o'rtaq bo'lgan A 2 dan 1, A ko'paytirilgan 2 dan 1'ni oldiga chiqarib olsam, bu yerda H1 qo'shilgan H2 teng, keyindagi A ko'paytirilgan 2 dan 1, 2 dan 1'ni oldiga o'tkazib yozib olay. Birdamlikni qisqartirishda texnik yaxshi ko'rib olg'ili bo'ldi. A 2 dan 1 shunami, A 2 dan 1 oldi keyinda o'xshash bo'lgan ifodalarni qisqartib etdim mana. Unda bo'lsa, eng oxirida nima qilib qoldi bu yerda? H1 qo'shilgan H2 teng HB. Unda biz buning isbotini chiqarib oldik degan gap. O'xshash shaklda H1 qo'shilgan H2 ning HC ga teng ekanligini isbotlag'ili bo'ldi. Bunun isbotini chiqarib olgandan keyin biz bir qancha tal mashq ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lon bor ekan, shundami? 3 bo'lon ABC, AB, AC ga teng debdi. Unda bo'lsa, bu bir teng yanliq 3 bo'lon. Shundami? Nimani so'rabdi bizdan? AC ning uzunligi teng necha debdi, shundami? BC ning ustidagi D degan bu nuqtadan bu yerga bir egizlik, bu yerga bir egizlik tushibdi. Unda bo'lsa, biz oldi bilan qanday qilib olamiz? Shu B dan o'tkazib, shundami? Yani qarshi tarafga bir tal egizlik tushiramiz. Mana bir tal egizlik tushirib oldim mana. Unda bo'lsa bu yana necha bo'ldi? Albatta 90 gradus bo'ldi. Biz buni qanday ifodalaydik bu yerdan? HB shundami? Bu yerdan bu yer qarshi tarafga tushgan bir egizlik. Men bu nuqtani masalan F bilan ifodalasam, unda bo'lsa navbatda bu yerdagi HB degan bu egizlik nimaga teng bo'ldi? 1 bilan 3 ning yig'indisi. Shundami? Bu yerdan isbotini ko'rdik. Unda bo'lsa bu uzunlik 4 degan gap. Unda bo'lsa bu yerda qarab boqaylik. Bu bo'lon 90 gradus, bu bo'lon 90 gradus, bu bo'lon 150 gradus shundami? Bu bo'lon necha gradus bo'ldi? Her qandaq bir 4 taraflikninki ichki bo'lon yig'indisi 360 gradus bo'ldi. Buni qat'iy unutib qolmaslik kerak. 3 bo'lonninki ichki bo'lon yig'indisi 180, lekin 4 taraflikning ichki bo'lon yig'indisi 360. Uningdan 90, 150, 90 ni chiqarib etgan vaqtimda bu bo'lon 30 gradus qilib qoldi shunami? Unda bo'lsa tik bo'lonlik 3 bo'lon 30 graduslik bo'lonning qarshi tarafi yangi tarafning yarmiga teng. Unda bo'lsa AB ning uzunluğu 8 degan gap. AB bilan AC birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa AC ning uzunluğu 8 mana. Keyingi savol qarab boqaylik. AB AC ga teng, uzunluğu 10 deb tushunami? Unda bo'lsa bu bir teng yanliq 3 bo'lon ekan. Bizdan nimani so'rabdi? BC ning uzunluğini. Albatta qanday qilma? Birinchi bo'lib B dan o'tkazib shunami? Qarshi tarafga mushta bir egizlik tushirib olamiz. Mana egizlik. Men bu yerni 90 gradus deb ko'rsatib berdim shunami? Undan keyin bu nuqtani masalan G deb olay. Unda bo'lsa navbatda bu egizlikning uzunluğu necha bo'ldi? Albatta 2 bilan 4 ning yig'indisi shunami? 6 bo'ldi degan gap. AB ning uzunluğu 10, bu yer degan 90 gradus tik bo'lon 3 bo'lon. Unda bo'lsa AG ning uzunluğu 8 degan gap shunami? Unda bo'lsa AG ning uzunluğu 10 ti. Bundan 8 ni chiqarib etgan vaqtimda bu yerdagi G ning uzunluğu 2 qilib qoldi shunami? Unda bo'lsa pastdagi 3 bo'lon qaraydigan bo'lsak, bu yer 90 gradus, bu yer 6, bu yer 2. Unda bo'lsa men bu uzunluqni masalan BC ning uzunluğunu A deb ifodalasam, bu A ning kvadrati deganim 2 ning kvadrati qo'shilgan 6 ning kvadrati. A ning kvadrati teng necha? 40 shunami? Unda bo'lsa A degan 2 yildiz osti 10 degan gap. Mana BC ning uzunluğu chiqdi necha? 2 yildiz osti 10 javob. Keyingi mazmunimizga qarab boqaylik.
qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima debdi? Bir 3 bo'lon bor ekan, shuni ama A, B, A, C ga teng debdi. Ya'ni bu ikki taraf birisi-birisiga teng yanliq 3 bo'lon. Andan keyin HB, HC ga teng. Ya'ni HB degan B dan chiqqan qarshi tarafga tushgan bir egizlik, shuni ama masalan bu yana E desem, bu yana F desem, bu BE'nin uzunluğu CF'nin uzunluğuna teng bo'ldi degan gap. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, bu yerda ishak narsalarni ko'rsatib turibdi millatda. Bu uzunluqqa teng, bu yer 90 gradus, bu yer 90 gradus. Qolib qolgan bu ikki qismning birisi-birisiga teng, shunday tegidagi ikki alfa birisi-birisiga teng, ustidagi beta birisi-birisiga teng. Bularni isbotlab o'tirishning hojati yo'q. Bu bir teng yanliq 3 bilan bo'lg'achqa, shunday hamma narsa qanday bo'ldi? Simmetrik birisi-birisiga teng bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa, bu alaylikka asosan bu ikki savolga bir qarab boqayli. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima debdi? A, B, A, C ga teng shunami? Unda bo'lsa, bu bir teng yanliq 3 bo'lingan. Anondan keyin aksini so'rabdi bizdan. Bizdan bu yerdan B dan qarshi tarafga bir egizlik tushiribdi shunami? Bu egizlikning uzunluğu 4 yıldız asti 2 ekan. Anondan keyin bu bo'lin 45 gradus debdi. Aksini topar ekanman. Qanday topimiz unda bo'lsa, men bu yerdagi C degan bu nuqtadan o'tkazib, qarshi tarafga bir tal egizlik tushirib olaman. Müştə bir tal egizlik düşürək. Bu yer degan 90 gradus bo'ldi shuni, ama mening bu egizlikim bilan bu egizlik qanday uzunluğu birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa, buning uzunluğu 4 yıldız asti 2. Navbatda qaraydigan bo'lsak, bu 90 gradus, bu 45 gradus, bu ham necha bo'ldi? 45 gradus. Bu alaylı bir 3 bo'lon shuni, ama masalan bu nuqtani F deb olsam, C, F, D degan bu 3 bo'lon teng yanliq tik bo'lonliq 3 bo'lon shuni, ama unda bo'lsa bu yan tarafni tepish uchun biz bu yerdagi 4 yıldız asti 2 ga yana yıldız asti 2 ni ko'paytimiz. Javob necha chiqadi? 8. Unda bo'lsa x dan 8 degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Unda bo'lsa nima debdi? AB bilan AF teng shunami? AB AF ga teng. Unda bo'lsa 3 bo'lon ABF degan bir teng yanliq 3 bo'lon degan gap shunami? Bu yerda bir egizlik tushiribdi 6 ekan uzunluğu. Unda bo'lsa 15 gradus, 30 gradus. Bu yerdagi BC'ning uzunluğini toping debdi. Unda bo'lsa oldi bilan qanday qilma? Men bu yerdagi B dan o'tkazib qarshi tarafga mushta bir egizlik tushirib olaman. Shunami? Mening bu egizlikim nima bo'ldi? HB bu mu 6 ga teng degan gap. Yani bu egizlik bilan bu egizlik teng. Chunki bu bir teng yanliq 3 bo'lon. Shunami? Unda bo'lsa yana biz bu yerdagi alfaga teng deganga o'xshash bu bo'lonmi qanday bo'ldi? 15 gradus bo'ldi. Bu bir egizlikda bu bo'lon degan 90 gradus. Unda bo'lsa men buni boshqa qalam bilan sizday bu bo'lon 45 gradus bo'ldi shunami? Unda bo'lsa bu mu 45 gradus degan gap. Men mishalik 3 bo'lon chiqdi shunami? Yana teng yanliq tik bo'lonliq 3 bo'lon. Unda bo'lsa bu taraf 6 bo'lsa, bu tarafni tepish uchun qanday qilamiz? Yıldız asti 2 ga ko'paytimiz degan gap. 6 ni yıldız asti 2 ga ko'paysam, 6 yıldız asti 2. Ya'ni bu yerdagi aksning uzunluğu chiqdi. Shundami? Keyingi mazmunimiz qarab boqaylik. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima debdi? Bir 3 bo'lon bor ekan shundami? ABC deb nima debdi? AB AC ga teng. Bu uzunluqqa teng. Unda bo'lsa ABC degan bir teng yanliq 3 bo'lon shundami? Anondan keyin qanday qilib tafsilroq qaraydigan bo'lsak, BC degan bu tegidagi bu uzunluqni uzartibdi. Shundami? Anondan keyin bu yerda K deb bir nuqta tepibdi bular ustidan. Bu B degan bu nuqtadan qarshi tarafga bir egizlik tushiribdi. Shundami? Men bu egizlikni qayta bir sizib olay. Bu uzunluq nimaga teng bo'lgan? KH. Yani K'den mu qarshi tarafga bir qanday egizlik tushiribdi. Yani 90 gradus bo'lgandan keyin bu ikki siziq amaliyotda o'zaro parallel. Shundami? Bu yerdagi BH1 pashninki, yani bu uzunluq nimaga teng ekan? KH degan bu uzunluqdan KP ni elib o'tganga teng. Bu yani elib o'tganga teng debdi. Unda bo'lsa biz buning isbotini oldi bilan bir chiqirib boqaylik. Men qanday qilaman? Bu B dan o'tkazib shunami? Qarshi tarafga bir egizlik tushiraman. 90 gradus tushirdi shunami? Egizlik degan. Unda bo'lsa, mushta bir egizlik tushiraman. Tushagan vaqtimda bu yer 90 gradus. Biz navbatda men bu yani F desam, qani F yo'q shunami bu yerda. Bu yani F desam, B, F, H pesh shunami? Bu to'rt taraflik amaliyotning bo'ldi bir tik to'rt bo'lon. Yani bu uzunluq shunami? Yani bu üstüdeki FH nimaga teng? Astidagi bu uzunluqqa teng. Bu uzunluq shunami? Kenglik bu kenglikka teng. Bu bir tik to'rt bo'lon. Yana qarab boqaylik. A, B, C degan bir teng yanliq 3 bo'lon bo'lg'achqa shunami? Masalan, bu bo'lon alfa bo'lsa, bu bo'lon nima bo'ldi? Alfa bo'ldi. Navbatda men bu bo'lonni beta deb olay. Alfaga betani qo'shsam necha? 90 gradus shunami? Chunki bu bo'lon 90 gradus. Bu ikki siziq, ikkilisi egizlik bo'lg'achqa shunami? O'zaro parallel. Unda bu bo'lon beta bo'lsa, bu bo'lonmi qanday bo'ldi? Beta bo'ldi. Shunami? Biz yana qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu bo'lon alfa bo'lsa,
Bu bulun qanday buldu? Bu mu? Alfa buldu şunama. Çünkü qarma-qarşı bulun. Mana qarma-qarşı bulun özara birisi-birisiga teng. Unda olsa bu bulun alfa bolsa, bu bulun qanday buldu? Beta buldu. Nima uchun beta buldu? Çünkü bu yer degan 90 gradus, alfaga betani qo'shatsam necha? 90. Shunami? Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi HKP degan bu cho'ng bulun shunami? Amaliyotda ustimi beta, ostimi beta birisi-birisiga teng bo'lgan ikki tal bulunga parchalanib ketibdi. Unda bo'lsa buni parchalayotgan KB, ya'ni yoki KC degan bu siziq amaliyotda bu bulunning nimasi? Bulun o'ttirisi. Növbətdə mən nəhayət mühim narsadan birini sözləb qoyay. Məsələn, bir tal bulun sızay aldı bilən, müştə bir bulun bolsun deyili. Bu bulun, şunama. Mən məsələn bu bulun nə? Bulun A deyə olay. Anondikin biz bulun ölçügüç bilən ölçək şunama. Bu bulununki bulun oturusunu tapdım deyə pərəz qılaylı məsələn. Anondikin bulun oturusunu sızıb olay. Məsələn, biz bunu bulun oturusu deyə pərəz qılaylı bunu. Onda bulun oturusu bolğan kimi şunama. Məsələn, D deyə alsam. Bu bulun qanda buldu? Tən buldu. Bir bulunun oturusunun üstüdən xalığan bir nokta tapımız. Xalığan bir nokta. Mesela bu ya B olsun, bu ya C olsun. Bu B degan bu noktadan bu bulununki ikkili tərəfiga bo'lgan uzunluq. Shunama, ikkili tərəfiga bo'lgan uzunluq degan əlbəttə qanday bo'ldi? Tik tushdi shunama. Bu ikki uzunluq mutlaq va mutlaq birisi-birisiga teng bo'ldi. Mesela bu yerdan bu bulununki bir tərəfiga bir uzunluq yoki bo'lmasa bir arlıqı bu noktadan bu tarafçı bo'lgan aralıq shunama 90 gradus bo'ldi albatta. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan araliqmi 90 gradus bo'ldi. Ya'ni bu ikkisi birisi-birisiga teng bo'ldi. Bu ikkisimi birisi-birisiga teng bo'ldi. Buni nima uchun so'zladik? Bu yerdagi HKP degan bu bulunning bulun o'ttirisi bo'lgan KC ning ustidagi B noktadan bu tarafga tushgan egizlik bilan bu tarafga tushgan egizlik amaliyotda qanday birisi-birisiga teng. Yana bu yerda BF'nin uzunluğu bilan shunama bu uzunluq bilan BP'nin uzunluğu qanday bo'ldi? Birisi-birisiga teng bo'ldi degan gap. Navbatda biz BFK ustidagi bu kichik 3 bulun bilan BKP aslidagi bu kichik 3 bulun qaraydigan bo'lsak, bu ikki 3 bulun birisi-birisiga tamoman teng bo'lgan ikki tal 3 bulun. Unda bo'lsa bu yerdagi KF bilan shunama KF'nin uzunluğu nimaga teng bo'ldi? KP'ga teng bo'ldi degan gap shunami? Növbətdə biz xulasımızı çıxırıb alımız. Bu yerdəki KH-nin uzunluğudan şunama, KH-nin uzunluğudan bu yerdəki KF-nin uzunluğunu elib etsəm, şunama, bu yerdəki FH-nin uzunluğu qıb qaldı, şunama, FH-nin uzunluğu qıb qaldı. Onda olsa qaraydigan bolsaq, KH-nin uzunluğudan KF-ni elib etdim, şunama, KF degan KP-ga teng bo'ldi. Yəni bunun o'rniga KP'ni qo'ygan vaqtimda bu yerdagi FH'ning uzunluğu degan BHP'ning uzunluğu tengmi? Albatta teng. Çünki bu bir tik to'rt bulun. Unda olsa BH'ning uzunluğuga teng degan gap. Ya'ni buni men isbotlab bo'ldim shundami? BHP'ning uzunluğu KH'ning uzunluğudan nimani KP'ni elib etganga teng degan gap mana. Undaq bo'lsa biz bu qonuniyatni isbotlab bo'lgandan keyin bu ikki tal savolga bir qarab boqaylik. Intayin tez chiqarib o'taylik. Qaraydigan bo'lsak, mushta bir 3 bulun bo'lgan shnama AB AC'ga teng debdi. AB AC'ga teng. Bu bir teng yanliq 3 bulun shnama. Andan keyin bu yerdagi aksini tepgan debdi shnama DE ning uzunluğu qani? DE'nin uzunluğu 18 ekan. Unda biz qaraydigan bo'lsak, B'dan qarshi tarafga bir egizlik tushibdi shnama. Mana bu C'dan qarshi tarafga bir egizlik tushib olay. Onda olsa bu egizlikim necha bo'ldi? 16 bo'ldi. Chunki teng yanliq 3 bulunda shunama ikki teng yan tarafga tushgan egizliklar o'zaro birisi-birisiga teng. Onda olsa bu kök siziqmi 16 degan gap. Bu ya x bo'lsa, qarshi tarafga 90 gradus bir tushirgan vaqtimda shunama egizlik tushirgan vaqtimda bu ya x bo'lsa, bu ya x degan gap. Onda olsa DE ning uzunluğu necha? 18. Bu 18'den şunama x'ni elib etsem nimaga teng bo'ldi? 16 ga teng bo'ladi degan gap. Unda olsa x'dan 2 mana. Ikkinchi savol qarab boqaylik. Nima debdi? Mushta bir 3 bulun bo'lgan shunama AB AC'ga teng. AB AC'ga teng. Unda olsa bu bir teng yanliq 3 bulun shunama. Andan keyin bizdan nimani so'rabdi? X'ning uzunligini toping. Ya'ni bu x'ni toping debdi. Unda olsa bu yerdan ikki tal egizlik bo'lgan shunama. Men qanday qilman? C'dan qarshi tarafga mushta bir tal egizlik tushirma. Biz buning isbotini baytin chiqarib oldik. Bu uzunluq y bo'lsa, bu uzunluq nima bo'ladi? Y bo'ladi. Unda olsa bu yerdagi G'ning uzunluğu y qo'shilgan 4 bo'lsa, bundan y ni chiqarib etsam, bu uzunluq necha bo'lib qoldi? 4 bo'lib qoldi degan gap.
6 ga 4 ni qo'shqinim. Bu yerdagi x ga tengmi? Albatta x ga teng. Chunki D, H, C bu yerdan masalan bu nuqtani men qanday masalan L desam shunama bu bir tik to'rt bo'lin. Unda olsa bu yerdagi x 6 ga 4 ni qo'shayotganga teng. X teng 6 qo'shilgan 4 necha bo'ldi? 10 bo'ladi. Shunama x teng 10 deb olamiz mana. Keyingi mazmun qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, nima debdi? Navbatda biz teng tarafli kuch bo'lonlarga kelibmiz shunami? A, B, C eşkenar üçgen debdi. Teng tarafli kuch bo'lon. Ya'ni bir uch bo'lonning uch xil tarafi birisi-birisiga teng bo'lsa, bu teng tarafli kuch bo'lon bo'lib shunami? Alaydirki, bu uch taraf birisi-birisiga teng. Anan keyin bu bo'lon shunami? Bu bo'lon hammasi 60 60 60. Yig'indisi necha? 180 gradus degan gap. Bu yerdagi bo'lon A ningki bo'lon o'ttirisini berib shunami? Bu nuqtani men D deb olay. Unda biz AD degan bu siziq bo'lon A ning bo'lon o'ttirisi shunami? Ya'ni bu 30 gradus, bu 30 gradus. Masalan, bu teng tarafli uch bo'lonniki uzunligini shunami? Bir tarafning uzunligini 2A desak, unda bo'lsa bu 30 graduslik bo'lonniki qarash tarafi degan A bo'ldi shunami? Bu A ni yildiz osti 3 ga ko'paysam, bu ya A ko'paytirilgan yildiz osti 3 shunami? Biz buni tik bo'lonli uch bo'lonlarda ko'rib boldik. Ondan keyin yani AB, AC, BC birisi-birisiga teng debdi. Albatta, teng tarafli uch bo'lonlarda bu uch taraf qanday bo'ldi? Birisi-birisiga teng bo'ldi. Unda bo'lsa bu alayliklarga asosan biz bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima debdi? ABC eşkenar shunami? Teng tarafli uch bo'lon. Unda bo'lsa bu bo'lon necha gradus? 60 gradus. Bu 90 gradus bo'lsa, üstüme 90 gradus bo'ldi. Bu ya 30 gradus degan gap shunami? Tik bo'lonliq uch bo'londa 30 graduslik bo'lonning qarash tarafi yan tarafning yarmiga teng. Unda bo'lsa AE ning uzunligi 4 degan gap. AE 4, unda bo'lsa BE 10. Unda bo'lsa bu tarafning uzunligi 14 bo'lib ketdi shunami? Ya'ni bu teng tarafli uch bo'lonniki bütün taraflari 14 14 degan gap. Qaraydigan bo'lsak, bu bo'lon 60 gradus shunami? Bu 90 bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? 30 gradus. Unda bo'lsa bu yer 5 degan gap. Biz bu yerdan bu yerni 14 14 14 hisob qildik. Unda bo'lsa 14 dan shunami? BC ning uzunligi 14 dan 5 ni chiqarib olsam, x ni chiqib qoldi? 9 degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik. A, B, C, D deb mushta bir to'rt taraflik birib turishdi. 9 9 150 gradus, 60 gradus, 12. Unda bo'lsa BC ning uzunligi x ni tepang debdi. Men oldi bilan qanday qilman? Bu yerdagi A bilan C ni tutashtirman. Mushta bir bağlayış ama analikin qaraydigan bo'lsak bu 60 gradus ekan. Bu ya 9, bu ya 9. Unda bo'lsa bu bir teng yalliq uch bo'lonmuş ama yani bu bo'lon bilan bu bo'lon birisi-birisiga teng degan gap. 180 dan 60 ni chiqarib o'tib 2 ga bo'lsam, bu mu 60 gradus, bu mu 60 gradus. Unda bo'lsa bu bir teng tarafli uch bo'lon ekan shunami? Unda bo'lsa AC ning uzunluğu mu necha? 9 degan gap. Men bu yerdagi 60 gradusni chiqarib o'tgan vaqtimda 150 dan 60 ni chiqarib o'tsam, bu yer necha gradus? 90 gradus qilib qoldi. Ya'ni 90 gradus degan amaliyotda A, B, C bir tik bo'lonli uch bo'lon degan gap. Ya'ni bu qanday bo'ldi? Bu taraf bilan bu taraf ikki tal tik taraf shunami? Unda bo'lsa x ning kvadrati degani, ya'ni bu yan taraf nimaga teng bo'ldi? 9 ning kvadrati qo'shilgan 12 ning kvadrati. Unda bo'lsa x degan necha? Teng 15 degan gap. Biz buni nihoyat jiq ko'rib ketdik. Keyingi mazmun qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, ABC eşkenar üçgen deb turishdi. Ya'ni teng tarafli uch bo'lon ekan. Andan keyin bu yerdagi AB, AC, BC albatta birisi-birisiga teng. Andan keyin bu yana A qo'shilgan B qo'shilgan C debdi. Navbatda biz bu kichik A, B, C ga bir qarab boqaylik. Bu teng tarafli uch bo'lonning ichidan bir nuqta tepib olib shunami? Andan keyin bu nuqtadan bu uch tarafga qanday qilibdi? Parallel siziqlarni sizib olibdi. Ya'ni bu uzunluq shunami? Bu siziq bu tarafga parallel, bu siziq bu tarafga parallel, bu siziq bu tarafga parallel ekan. Bu uzunluqqa bu uzunluqni qo'shib olsam nima bo'ldi? Bu teng tarafli uch bo'lonniki taraflarga teng bo'ldi ekan shunami? Unda biz buni bir isbotini chiqarib boqaylik. Men bu tarafga, ya'ni bu siziqqa parallel bo'lgan siziqning birini sizib olsam, mushta bir ta siziq sizib olay. Andan keyin masalan biz bu yerni G deb olsam, bu yerni H deb olsam, bu siziq navbatda buningga qanday parallel? Bu buningga parallel shunami? Bu bir parallel to'rt taraflik. Unda bo'lsa bu yer C degan gap. Unda bo'lsa bu teng tarafli uch bo'lon bo'lg'achqa shunami? Bu yer 60 gradus. Bu ikkisi parallel bo'lgan ekan, bu yer 60 gradus. Buning bilan bu parallel bo'lgan ekan, bu yer 60 gradus shunami? Yana bu yer 60 gradus shunami? Bunun bilan bu parallel, bunun bilan bu parallel bo'lgan ekan, bu yermi qanday bo'ldi? Bu siziqmi, bu siziq bilan parallel, unda bu yermi 60 gradus degan gap. Yana xulosa qalam, tegidagi bu kichik uch bo'lonmi bir teng tarafli uch bo'lon chiqdi.
Unda bo'lsa, bu ya A, bu ya A, bu ya A degan gap. Navbatda bu uzunluq A bo'lib ketdi, bu uzunluq C bo'lib ketdi, shundaymi? Endi qanday qilamiz? Men D dan o'tkazib, bu siziqqa parallel siziqdan birini tortib olay, shundaymi? Mushta bir tal parallel siziq chiqarib olgan vaqtimda, unda biz qaraydigan bo'lsak, bu bilan 60 gradus. Bu ikkisi parallel bo'lsa, bu bilan 60 gradus, bunun bilan bu parallel, bu 60 gradus, bu 60, bu 60. Shundaymi? Ustidagi bu kichik 3 bulanma bir teng tarafli 3 bulan. Unda bo'lsa, bu uzunluq B bo'lsa, bu uzunluqmi B degan gap. Biz bu navbatda isbotlab bo'ldik shundaymi? Ya'ni A, B ning uzunluğu amaliyotda A qo'shilgan B qo'shilgan C ga teng bo'ldi ekan. O'xshash shaklda A, B, C ning yig'indisining A, C, B, C ga teng ekanligini isbotlagani bo'ldi. Undaq bo'lsa, bu alaydilikka asosan bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Nima debdi? A, B, C eşkenar üçgen shundaymi? Teng tarafli 3 bo'long. A, B ning uzunluğu 10 ekan. Unda bo'lsa 2 qo'shilgan 4 qo'shilgan bu uzunluq shundaymi? Bu 3 ta siziqning yig'indisi 10 bo'lish kerak. 2 ga 4 ni qo'shsam 6, unda bo'lsa bu uzunluqmi 4 degan gap shundaymi? Navbatda tafsiliy qaraydigan bo'lsak, bu bo'long teng tarafli 3 bo'long bo'lg'achqa 60 gradus. Bu ham necha bo'ldi? 60 gradus bo'ldi. Bu 90 gradus bo'lsa, bu ya degan 30 gradus degan gap shundaymi? Tik bo'longli 3 bo'longda 30 gradus bo'longning qarshi tarafi bu yan tarafning yarmiga teng. Unda bo'lsa KE ning uzunluğu 2 degan gap. Unda bo'lsa bu yerdagi men buni O deb olsam, OK ning uzunluğu necha bo'ldi? 2 ga yildiz osti 3 ni ko'paytganimga. Unda bo'lsa 2 yildiz osti 3. Unda bo'lsa akiz 2 yildiz osti 3 degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, nima debdi bu yerda? ABC eşkenar üçgen shundaymi? Teng tarafli 3 bo'long. Unda bo'lsa ABC, ya'ni ABC ninki aylanma uzunluğunu toping debdi. Qaraydigan bo'lsak, shundaymi? Bu 90 gradus, andan ikkinchi bu bo'long necha gradus? Bu ikkisi parallel bo'lg'achqa 60 gradus shundaymi? Bu bo'long 60. Unda bu 90 bo'lsa, bu yerga necha? 30 gradus degan gap. Unda 60 graduslik bo'longning bir tik bo'longli 3 bo'longda shundaymi? 60 graduslik bo'longning qarshi tarafi 3 yildiz osti 3 bo'lsa, 30 graduslik bo'longning qarshi tarafi necha? Bu ne? Yildiz osti 3 ga bo'lib o'tganimga teng. Shundaymi? 3 yildiz osti 3 ni yildiz osti 3 ga bo'lib o'tsam 3 qoladi shundaymi? Ya'ni bu uzunluq 3 degan gap. Bir tik bo'longli 3 bo'longda 30 graduslik bo'longning qarshi tarafi 3 bo'lsa, yan taraf necha chiqadi? Albatta 6 chiqadi shundaymi? Undaq bo'lsa, bu uzunluqni qo'shib olsam, bu teng tarafli 3 bo'longniki bir tarafiga teng bo'ladi. Shundaymi? Ya'ni 6 qo'shilgan 2 qo'shilgan 1 necha bo'ldi? 9. Bu teng tarafli 3 bo'long ABC ning bir tarafining uzunluğu 9 degan gap. Unda bo'lsa buning aylanma uzunluğini tepish uchun 9 qo'shilgan 9 necha? 27. Mana javob. Keyingi mazmunimiz qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'long biribdi shundaymi? ABC, anandiki nima debdi? ABC eşkenar üçgen. Ya'ni bir teng tarafli 3 bo'long ekan shundaymi? Tafsiliyroq qaraydigan bo'lsak, nima biribdi bu yerda? Bu 3 bo'longning ichidagi bir nuqtadan shundaymi? Bu yerdagi 3 tal tarafga 3 tal egizlik tushiribdi shundaymi? X, Y, Z deb. Bu nuqtani masalan biz O devalli. Anandaki nima debdi? Bu X, Y, Z ning yig'indisi shundaymi? Bu 3 tal egizlikning yig'indisi HA, HB, HC ga teng. Ya'ni bu 3 bo'longniki 3 tal tarafiga tushgan 3 tal egizlikka teng debdi shundaymi? Unda bo'lsa navbatda biz buni bir isbotlab boqaylik. Oldi bilan, ya'ni bu 3 bo'longniki bu bir teng tarafli 3 bo'long bo'lg'achqa, men buningki bir tarafining uzunligini A desam, masalan, bu ya A bo'lsa, bu ya A, bu ya mu A bo'ladi. Shundaymi? Unda bo'lsa men bu 3 bo'longni navbatda qanday qilaman? 3 tal kichik 3 bo'longga parchalayman. Ya'ni bu yerdagi AO ni tutashtirdim shundaymi? Andan keyin bu yerdagi CO ni mushta bir tutashtirib olay boshda. CO ni tutashtirdim mana. Andan keyin BO ni tutashtiraylik. BO ni tutashtiratdim mana. Unda biz qaraydigan bo'lsak ABC, ABO shundaymi? BCO, ACO deb 3 ta kichik 3 bo'longga parchalanib ketdi. Unda bo'lsa ABO niki yuzini qanday hisoblaymiz? Asosi A shundaymi? Ko'paytirilgan bu yerdagi egizlik qanday? X ko'paytirilgan 2 dan 1 qo'shilgan. ACO ning yuzini qanday hisoblaymiz? A ko'paytirilgan egizlik Z ko'paytirilgan 2 dan 1 shundaymi? Qo'shilgan. BCO ning yuzini qanday hisoblaymiz? A ko'paytirilgan Y ko'paytirilgan 2 dan 1. Andan keyin bu kichik 3 bo'longniki yuzining yig'indisi cho'ng bu ABC degan 3 bo'longning yuziga teng bo'lish kerak shundaymi? Undaqda bu cho'ng 3 bo'long ABC ning yuzi nimaga teng bo'ladi? Men bu A dan pastga bir egizlik tushirib olsam shundaymi? A nuqtadan
chiqqan pastga tushgan bir egizlik. Bu yer 90 gradus bo'ldi. Bu egizlikni biz qanday ifodalaydik? HA bilan ifodalaydik. Shundami? Unda bo'lsa asosi A, navbatda bu A'ga ko'paytimiz HA ko'paytirilgan 2 dan 1 ga teng bo'ladi. Albatta teng bo'ldi. Bularni bir yig'inchoqlab aytgan vaqtimda shundami? A ko'paytirilgan 2 dan 1 ni sirtiga chiqarib olsam, bu yerdan x qilib qoldi, shundami? Bu yerdan y qilib qoldi. Andan keyin bu yerdan-chi z qilib qoldi. Bu teng A ko'paytirilgan HA ko'paytirilgan 2 dan 1. Qisqarayotgani bormi? Tanglimining oldi keyinidagi A 2 dan 1, A 2 dan 1 yo'qolib ketsa, shundami? X qo'shilgan y qo'shilgan z tanglim bo'ldi. HA ga teng bo'ladi degan gap. O'xshash shaklda x, y, z ning yig'indisiniki HB, HC ga teng ekanligini isbotlagan bo'ldi. Buni isbotlab bo'lgandan keyin bir qancha munosabatlik mashq ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'lon berib turishni ABC eşkenar üçgen shunami teng tarafli 3 bo'lon, andan keyin HA8 debdi. Ya'ni bu nuqtadan shunami 3 bo'lonniki ichidagi bu nuqtadan 3 tal egizlik başlanma bu yerda. Unda bo'lsa bu 3 tal egizlikninki yig'indisi bu yerdagi HA. Unda bo'lsa HA ni bir sizitay. Yani bu yerden A'dan chiqqan pastga tushgan bir egizlik shunami? Bu egizlik HA'ga teng debdi. Bu 8, unda bo'lsa 3, 2 ve bunun shundami yig'indisi 8 bo'lishi kerak. Unda bo'lsa bu uzunluq albatta necha? 3 degan gap. Bu bir teng tarafli 3 bo'lon bo'lg'ashqa, bu bo'lon necha? 60 gradus, bu bo'lonmi 60 gradus shunami? Bu yer 90 bo'lsa, bu yer degan 30 gradus degan gap. 30 graduslik bo'lonning qarshi tarafi bu shunami? 60 graduslik bo'lonning qarshi tarafi 3 ekan. Unda bo'lsa bu 3 ni men yildiz asti 3 ga bo'lgan vaqtimda nima chiqadi? Bu yer chiqadi. Shundami? Necha chiqadi? Yildiz asti 3 degan gap. Yani bu uzunluq yildiz asti 3. Tik bo'lonliq 3 bo'londa shundami? 30 graduslik bo'lonning qarshi tarafi yan tarafning yarmiga teng. Unda bu x'ni tepish uchun yildiz asti 3 ni 2 ga ko'paytsak, bu x necha bo'ldi? X'dan 2 yildiz asti 3 bo'ldi. Mana javob. Keyingi savol qarab boqaylik nima debdi? ABC shunami eşkenar üçgen teng tarafli 3 bo'lon, andan keyin unda bo'lsa ABC ninki qanday A degan alan, yani yüzünü teping debdi shunami? Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu ABC degan bu 3 bo'lonning ichidagi bir nuqtadan 3 tal egizlikni sizib beribdi shunami? Bu 3 egizlikninki yig'indisi nimaga teng? Men bu yerdan bir egizlik tushirib olsam shunami? HA degan bu egizlikka teng bo'ldi. Yani biz buni HA degan vaqtimizda HA bu egizlik shunami? 5, 7, 3 ninki yig'indisi necha bo'ldi? 15 degan gap. Yana qarab boqadigan bo'lsak shunami? Bu bir teng tarafli 3 bo'lon, bu bo'lon degan necha? 60 gradus. Bu bo'lonninki bo'lon 30 shunami? HA degan. Unda bo'lsa bu bo'lon necha? 30 gradus degan gap. Bu 30 gradus, bu yercha 60 gradus shunami? Bu HA necha? Navbatda 15 bo'lib ketdi. Unda bo'lsa bu uzunluqni tepish uchun bu 15 ni qanday qildik? 15 ni yildiz asti 3 ga bo'limiz. Shunami? Yildiz asti 3 ga. Unda bo'lsa 15 üstü yildiz asti 3 ko'paytdim. Astini yildiz asti 3 ga ko'paysam shunami? 3 bo'lib ketdi. Unda bo'lsa javob 5 yildiz asti 3. Nimaning uzunluğu chiqdi? BF ning uzunluğu 5 yildiz asti 3 bo'ldi ekan shunami? Bu yer 5 yildiz asti 3 bo'lsa, bu yer 5 yildiz asti 3 bo'ldi shunami? Unda bo'lsa bu uzunluq BC necha bo'lib ketdi navbatda? 10 yildiz asti 3 shundami? Egizlik chiqdimi? Albatta chiqdi. Ko'paytirilgan 15, ko'paytirilgan 2 dan 1 nima bo'ldi? ABC ning yuzi chiqdi. Shundami? Unda javobdan necha? 75 yildiz asti 3. Mana. Keyingi mazmun qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'lon bor ekan shunami? ABC deb qanda teng tarafli 3 bo'lon, eşkenar üçgen deb beribdi. Andan keyin bu 3 bo'lonninki ABC ning sirtidagi bir nuqtadan shunami? Masalan, bu nuqtani O deb olsak, sirtidagi bu nuqtadan BC degan bu tarafga, andan keyin AB degan bu tarafga shunami? AC degan bu tarafga 3 tal egizlik tushiribdi. Shunami? Andan keyin bu yerdagi ABC degan bu 3 egizlikninki munosabatini beribdi. A'ga B'ni qo'shib C'ni elvatganim shunami? HA, HB, HC ga teng debdi. Unda bo'lsa biz navbatda buning isbotini bir chiqarib boqaylik. Men oldi bilan nihoyat muhim bo'lgan bir narsani so'zlab qo'yay. Oldi bilan bir keng bo'lonli 3 bo'lon sizib olay. Masalan, bu yerga qaraydigan bo'lsak, men bu bo'lonni 90 gradusdan cho'ng qilib bir keng bo'lonli 3 bo'lon sizmoq shunami? Unda bo'lsa biz buni
A, B, C deb olaylik. Bu bulun A, bu ya B, bu ya C bo'lsin. Anandan keyincha agar bizga bu keng bulunliq 3 bulunninki yuzini tepang desa, masalan men bu tegidagi A, B'ning uzunligini A bilan ifodalasam shunama, bu A'ga egizlikni ko'paytgan ekan. Unda bo'lsa bu egizlikni biz qanday topamiz? Navbatda keng bulunliq 3 bulunda biz bu keng bulunning tegini qanday qilamiz? Uzartimiz. Mushta uzartimiz. Anandan keyincha uzartib bo'lgandan keyin C'dan o'tkazib shunama pastga 90 graduslik, ya'ni bir tik bir siziq sizib olamiz. Mana. Unda bo'lsa bu qanday bo'ldi? C, ya'ni bu yerdagi HC bo'ldi. Shunama. Qarab boqadigan bo'lsak, bu keng bulunliq 3 bulunning egizligi shunama bu 3 bulunning sirtida bo'ldi ekan. Shunama. Navbatda bu 3 bulunning yuzini hisoblash uchun asosi A ko'paytirilgan egizlik HC ko'paytirilgan 2 dan 1 qilgan vaqtimizda buning yuzi chiqadi. Unda bo'lsa, bu yerga qarab boqadigan bo'lsak, shunama bu bir necha 60 gradus. Unda bo'lsa, masalan men bu yerdagi BO ni shunda tutashtirib olgan vaqtimda BO ni shunda tutashtirib olsam, shunama. Lekin masalan bu 90 gradus, bu bulun 90 dan cho'ngmi, kichikmi? Albatta 90 dan cho'ng. O'xshash shaklda bu yerdagi CO ni qanday qilay? Tutashtirib olay. Mana tutashtirib oldim. Tutashtirib bo'lgandan keyin bu ABC degan tang tarafli kuch bulun shunama. Men bu AB ning uzunligini M bilan ifodalasam, AC ning uzunligi M bo'ladi, BC ning uzunligi M bo'ladi. Navbatda biz bir qarab boqaylik. Men bu yerdagi M ga shunama buni asos qilsam, ko'paytimiz A ko'paytimiz 2 dan 1 desam, bu asosga bu egizlikni ko'paytgan vaqtimda, buning 2 dan 1 ni ko'paytgan vaqtimda nimaning yuzi chiqadi? Bu yerdagi 3 bulun shunama ABO ning, ya'ni bu tarafniki yuzi chiqdi degan gap. Buningkiga qo'shib o'tamiz shunama M ko'paytirilgan B ko'paytirilgan 2 dan 1 degan vaqtimda o'ng tarafdagi bu 3 bulunniki yuzi chiqadi. Shunama. Qaraydigan bo'lsak, men amaliyotda ABC ning yuzini hisoblasam bo'libdi shunama. Ostidagi bu qismining, ya'ni qanda bu qora qalam bilan bo'yab qo'ygan bu qismining yuzini hisoblab etdim. Unda bo'lsa buni chiqarib o'timiz navbatda. Elotimiz M ko'paytirilgan shunama asosiy ko'paytirilgan bu egizlik. Ko'paytirilgan C ko'paytirilgan necha 2 dan 1. Unda bo'lsa nima qilib qoldi? Ustidagi ABC ning yuzi qilib qoldi. Shunama. Bu ABC ning yuzi nimaga teng bo'ldi? Masalan, M ko'paytirilgan H A ko'paytirilgan 2 dan 1. Buni bir yig'inchoqlab o'taylik. Shunama. Men bu yerdagi M 2 dan 1 ni chiqarib olsam, M ko'paytirilgan 2 dan 1 ni chiqarib oldim. A qo'shilgan bu yerda B qilib qoldi shunama, bu yerda C qilib qoldi. Elingan keldi shunama. Anandan keyin nimaga teng? M ko'paytirilgan H A ko'paytirilgan 2 dan 1. Oldi keyinda o'xshash qisqarib ketadigan bormi? M yo'qolib ketdi 2 dan 1, 2 dan 1 yo'qolib ketdi shunama. A qo'shilgan B elingan C nimaga teng bo'lgan? H A ga teng bo'ladi. Mana isboti. O'xshash shaklda A qo'shilgan B elingan C niki HB HC ga teng ekanligini isbotlag'ili bo'ldi. Buni isbotlab bo'lgandan keyin biz bir qancha mashq ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir top 3 bulon bo'lib turishdi, nima? Tang tarafli 3 bulon. Anandan keyin bu 3 bulonning sirtidagi bu nuqtadan bu 3 tarafga AB, AC, BC 3 tarafga 3 tal egizlik tushirib turishdi, nima? Bu 1 2 3 tal egizlik. Anandan keyin bu yerdagi HA ni beribdi. Shunama HA tang 7 yıldız asti üçgen. Nimani so'rabdi bizdan? Aks tang necha deb so'rabdi. Biz buning bayatdan munosabatini ko'rib bo'ldik shunama. Bu ikki egizlikni qo'shib, buni elvatsam, buningga teng bo'ldi. Shunama. Ya'ni 5 yıldız asti 3 qo'shilgan akiz elingan 3 yıldız asti 3. Nimaga teng bo'ldi? 7 yıldız asti 3. Unda bo'lsa bu yerdagi akiz 5 yıldız asti 3 degan gap javob chiqdi. Shunama. Keyingi savol qarab boqaylik. Bu yerdagi ABC qanday uch bo'lingan? Tang tarafli uch bo'lin shunama. Unda bo'lsa bu tang tarafli uch bo'linning sirtidagi bir nuqtadan bu uch tarafga egizlik tushibdi. 4 3 5 ekan. Unda bo'lsa men masalan bu yerda oldi bilan bu yerdagi HA ni bir sizib olsam shunama. A'dan pastga bir egizlik tushiramiz. Buni bo'ldi HA bo'ldi. Bu yerdagi HA nimaga teng? 4 ga 5 ni qo'shib 3 ni elvatganimga shunama 6 degan gap mana. Bu bulon 90 gradus shunama egizlik bo'lgandan keyin tang tarafli kuch bulon, unda bu degan 60 gradus, bu degan necha 30 gradus. Unda bu HA nechkan 6 ekan shunama. Unda bu uzunlikni hisoblash uchun masalan men buni qanday D deb olsam shunama, BD ning uzunligi 6 ni yıldız asti 3 ga bo'lgunimga teng. Shunama 6 bo'lingan yıldız asti 3. Asti ustiga yıldız asti 3 ni ko'paytimiz. Shunama asti 3 o'p ketdi. Unda 2 yıldız asti 3 o'p ketdi mana.
Bu uzunluq 2 yıldız astı 3. Onda olsa bu tərəf niməyə təң? Bunu 2 köpəytkinimə təң 4 yıldız astı 3. Bizden niməni sorapdı? A qoşulğan B qoşulğan C'ninki yığındısı dep toşnama. Yani içideki bir noktadan bu üç tərəfə paralel bolğan üç dal sızıqninki yığındısı. Bu yığındısı niməyə təng bolubdu? A qoşulğan B qoşulğan C. Şunama bu A B A C B C'nin uzunluğu təng bolubdu. Uzunluğunu hesablap çıxdı mana. Onda olsa 4 yıldız astı 3 degan gap. Ən axırısında cavab mana. Keyinki məzmunumuz qarab baxaylıqda olsa, qaraydigan bolsaq, bu yerdən bir tal 3 bulun barkən şunama nəm depdi? ABC əşkenar üçgen şunama. Onda olsa bu bir tang tərəfli 3 bulunken. Anındakı nəm dep bilibdi yana DF bilan AC paralel qını. DF bilan şunama. Bunun bilan AC paralel şunama. Bu ikisi paralel ken. Anından keyinçi DE bilan AB paralel depdi. Yani DE bilan AB paralel ken. Yani bu AEDF əməliyyatı bir paralel tərəfli şunama. Bu ya A bolsa, bu yerin buldu, A buldu, bu yer B bolsa, bu yer B buldu degan gap. Biz bunu bayatdan körüp bolğan şunama aldığın məzmunlarımızda. Yani bu bir tang tərəfli üç bulun bolğaşqa növbətdə, məsələn bu yer 60 gradus şunama, bu yer 60 gradus, onda bolsa bu iki sızıq paralel bolğanken bu yer 60 gradus şunama. Yani bu ikisi paralel bolğanken bu 60 gradus bolsa, bu yer 60 gradus. Növbətdə məsələn bu kiçik iki tal üç bulun şunama, qanday üç bulun buldu? Bular tang tərəfli üç bulun buldu şunama. Yani bu yer B bolsa, bu yer B degan gap, bu yer A bolsa, bu uzunluq mu A buludu degan gap. Onda olsa mesela A B'nin uzunluğu niməyə təng? A qoşulğan B'yə təng şunama. Yani A qoşulğan B bu tang tərəflik bu üç bulunun şunama üç dal tərəfiga təng buludu degan gap. Aslında ikisiga qaraydigan bolsaq ABC dep bir üç bulun barkən şunama eşkenar depdi. Yani tang tərəflik üç bulun. Nim depdi anandan keyin BC degan bu tərəfnin üstüdən D degan bu noktadan şunama bu iki dal yan tərəfə qandaqdı? İki dal egizlik düşürübdü. X Y dep. X Y'nin yığındısı HA, HB, HC'ga. Yani bu tang tərəfli üç bulunun üç dal egizlikiga təng buldu depdi. Bunu bir isbatlap baxaylı. Qanday isbatlaymiz? Mən A bilan D'ni şunda tutaşdırıb alım. Mana tutaşdırıb aldım şunama. ABC'ni iki dal kiçik üç bulunğa parçalab etdim. Parçalab etgəndən keyin bu yerdəki ABD degan bu üç bulunun yüzü qandaq hesablaymiz? Mən bu yerdəki AB'nin uzunluğunu A desəm şunama, tang tərəfli üç bulununki tərəfi A buldu. Bu yer A buludu, bu yer A buludu degan gap. Onda olsa ABD'nin yüzünü qandaq hesablaymiz? A köpəytilgən egizlik Y şunama köpəytilgən 2-dən 1 qoşulğan. ACD'nin yüzünü qandaq hesablaymiz? A köpəytilgən X köpəytilgən 2-dən 1. Yani bu iki tal kiçik üç bulunun yüzünün yığındısı şunama ABC'nin yüzüge təng buluş gerek. Onda olsa bu təng mən aldı bilən bu yerdən A'dan təski bir egizlik düşürüb alay şunama ABC'nin egizliki bolsun. Mana 90 gradus. Bunun buldu əlbəttə HA buludu. Onda olsa bu yüzünü qandaq hesablaymiz ABC'nin A köpəytilgən, yəni asasi köpəytilgən egizlik şunama HA köpəytilgən 2-dən 1. Onda olsa biz bunu bir yığınçaqlayan vaxtımızda bu yerdəki X qoşulğan Y keynidəki HA-ga təng buludu şunama. Oxşar şəkildə X bilan Y-nin yığındısının HB, HC-ga təng ikənligini isbatlığını buldu. Onda olsa biz bu məzmunğa asasən bu iki tal sualğa bir qarab baxaylı. ABC də bir üç bulun barkən şunama eşkenar depdi. Yəni tang tərəfli üç bulun. Anındakin ABC'ninki aylanma uzunluğu 36. Onda olsa əksini təpən depdi. Yəni bununki aylanma uzunluğu 36 bolsa bu üç tərəf birisi-birisiga təng şunama. Onda olsa bu yerdəki AB'nin uzunluğu əlbəttə 12 buludu. Məsələn bu içidəki bu bunun bilan bu paralel, bunun bilan bu paralel bolğandan bu bir paralel tört tərəflik şunama. Onda olsa bu uzunluq məsələn 4, bu uzunluq neçə buldu? X degan gap. Bu yer 4 bolsa, bu yer 4 buludu şunama. Yəni bu uzunluq 4 biz bayatdan körəb bulduq. Onda olsa 4 qoşulğan X təng 12. Bu yerdəki X-dən neçə? 8 buludu degan gap mana. Keyinki sual qaraydigan bolsaq, bu yerdə ABC dep bir üç bulun barkən şunama eşkenar depdi, tang tərəflik üç bulun. Anından keyin AC-ninki uzunluğu 12. Yəni bu uzunluq 12 ikən. Onda olsa X-dən neçə depdi şunama. Bu yerdəki BC degan bu tərəfnin üstüdəki D degan bu nöqtədən bu iki yan tərəfə qandaqdı? İki tal egizlik düşürübdü. X, 2x buldu. Onda olsa mən bu yerdəki A-dan pəski bir egizlik düşürüb olay şunama. Yəni bu egizlikim 90 gradus bu yer ne buludu? HA buludu. Qaraydigan bolsaq bu bir tang tərəfli üç bulun şunama. Bu bulun 60 gradus,
buçu 30 gradus şunama. Ondan sonra tik bulunluq uç bulunda 30 gradusluk bulunun qarşı tərəfi yantu tərəfinin yarımığı tən. Ondan sonra 12'nin yarımı neçə buldu? 6 buldu. Ondan sonra bu 60 gradusluk bulunun qarşı tərəfi bu HA-ni hesaplaş üçün biz bu 6'ni yıldız astı 3'ke köpəytdik şunama. Ondan sonra HA neçə? 6 yıldız astı 3 bo'lib ketdi degan gap. Bu qoidaga asosan shunama, bu ikki egizlikning yig'indisi nimaga teng bo'lishi kerak? HA ga teng bo'lishi kerak. Unda bo'lsa yana akiz qo'shilgan bu yerdagi yana bir egizlik 2 akiz nimaga teng? HA ga teng. 6 yıldız astı 3 degan gap. Unda bo'lsa 3 akiz teng 6 yıldız astı 3. Unda bo'lsa akisdan oldi keynini 3 ga bo'lib olsam shunama 2 yıldız astı 3 degan gap mana javob chiqdi. Qaraydigan bo'lsak, mazmunlarimiz oxirlashib to'shnama. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz tang yanliq, tang tarafli 3 bo'lin mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.